Dostonbek, birgalikda artikulyatsiya mashqlari bajaramiz. Birinchi labimizdan filcha yasaymiz. Endi baqacha. Filcha, baqacha. Filcha, baqacha. Filcha, baqacha. Молодец, 5. Endi og'zimizni kattakon qilib ochamiz. Endi tilimiz bilan tishlarimizni tozalaymiz. Ertalab ovqat yeganda tishlarimiz kir bo'lib qoladi. Oldin tepa tishimizni tozalaymiz. Endi pastki tishimizni. Молодец. Endi tilimizni chiqaramiz, soatcha qilamiz. Yaxshilab. Молодец, 5. Endi tilimizdan yelkancha yasaymiz. Молодец. Endi tilimizdan otcha yasaymiz. Otcha qanaqa ovoz chiqaradi? Yo'q, oldin. Endi qo'shamiz. Endi aralashtiramiz. Молодец. Endi tilimiz bilan koptokcha yasaymiz. Qani koptokchangizni ko'raychi? Bilinmayapti koptokcha. Молодец. Yaxshilab. Молодец. Endi tilimiz ayb eshib qo'ysa jazolaymiz. Qanaqa jazolaymiz? Ozgina tishlaymiz, ozgina. Qattiq emas, ozgina. Yo'q, mana. Молодец. Endi tilimizni burnimizga ko'taramiz. Tekkizamiz, Qarang. Shirin murabbo yeganimizda og'zimiz atrofi nima bo'ladi? Murabbo bo'ladi, O'shani yalaymiz endi. Молодец. 5.